Mana bu yoqda meni nemis tilidan B2 darajada bilishimni tasdiqlovchi hujjat turibdi qo'limda. What's this? Huh? What's this? Huh? What's this? TELK'dan B2 sertifikat. Va nihoyat buni 1 yil deganda qo'lga kiritdim. Imtihon jarayonlari, tayyorgarlik jarayonlari qiyin bo'ldi, o'ziga yarasha yaxshi bo'ldi. Shundan o'tib 21-may kuni 2026-yil imtihonga kirib chiqib va 6-iyun kuni menda natijalar e'lon qilindi va B2 TELK sertifikati. Xo'sh, ushbu videoda men sizlarga bunga qanday tayyorgarlik ko'rganligim va forbearayting qismi qanday bo'lganligi va umuman imtihonga kirishdagi, imtihondagi jarayonlar qanday bo'lganligi haqida to'liq ushbu video orqali aytib bermoqchiman. Men o'zim tibbiyot universitetida o'qiganligim uchun birinchi kursni qishda, ya'ni birinchi semestr tugagandan keyin nemis tili o'rganishni boshlaganman va ikkinchi kursni mana hozir oxirigacha nemis tilini o'rgandim. Demak, men 1 yildan ko'proq vaqt davomida nemis tilini o'rgandim, lekin yoz oyida men nemis tilini to'xtatib qo'ygandim. Shuning uchun o'rgana olmadim. Umuman olganda 1 yilda nemis tilidan TELK B2 sertifikatini qo'lga kiritdim. Bu qanday bo'ldi? Birinchi bo'lib Germaniyada ko'p mediklarga, tibbiyotda o'qiydiganlarga, shifokorlarga ko'p imkoniyatlar bo'lganligini eshitib bilganligim uchun bu qarorga keldim nemis tili o'rganishga va nemis tili o'rganishni boshladim. Qishda birinchi semestr tugagandan keyin va 2-3 oy qatnashdim va to'xtatib qo'ydim. A2 darajaga chiqqandim, A2 ni o'qiyotgandim. O'qishni tugatdim, yoz bo'ldi, iyul, avgust oylarida o'qiy olmadim, o'rgana olmadim va ikkinchi kursni birinchi kunidan boshlab nemis tilini bir o'quv markaziga yozilib A2 kursidan, menimcha A2 dan boshlab o'qishni boshladim. Bu sentyabrning 9-si bo'ladi, adashmasam. Sentyabrning 9-sidan boshlab 2025-yil nemis tilini o'rganishni davom ettirdim va shu bilan 21-may kuni 2026-yilda sertifikat imtihoniga TELK B2 sertifikat imtihoniga kirib chiqib B2 sertifikatini qo'lga kiritdim. Xo'sh, umuman nemis tilidan grammatikani, umumiy nemis tilini biz aprel oyini boshida tugatgandik. Guruh bilan o'tib B2 ni oxirigacha grammatikalarni ko'rib chiqdik. Hammasini tugatgandik, lekin bu yoqga forbearayting qilishim kerak edi. Ya'ni men 1 oy davomida forbearayting qildim. 1.5 oy davomida forbearayting qildim. Ya'ni tayyorgarlik aynan imtihon uchun. Nega bu tez bo'lib ketdi? Nega 1 yilda olishim kerak bo'lib qoldi? Chunki menga Blitz nemis tili o'quv markazini direktori motivatsiya berdi. Qandaydir omad, tasodif tufayli ular menga videoga tushishimni taklif qildi. Videoga tushdim va video oxirida oldimda 3-4 ta shu bizda o'quv markazida o'qiydigan bolalar bor edi, men va shunda va'da berdiki, agar may oyida imtihonga kirib chiqib bittada B2 sertifikatni qo'lga kiritsanglar, men sizlarga registratsiya pulini to'lab beraman deb va'da berdi. Va shu motivatsiyada B2 TELKga mayda kiraman deb o'zimga reja qildim. Aniq mayda kirishim kerak deb. Chunki menda imkoniyat bor, uni boy bera olmayman. Shunchaki shuning uchun mayda oxirgi kunlari bo'lsa ham 21-mayga registratsiya qildim. O'zi rejam bo'yicha iyullarga
imtihonga kirmoqchi edim. 3-4 oy foreign writing qilib, o'zimga kuchliroq ishonch hosil qilib, bilimimni orttirib, keyin kirmoqchi edim. Lekin mana shu va'da bo'lganligi uchun, omad kelganligi uchun, to'g'ri joyda, to'g'ri vaqtda bo'lganligim uchun, bo'lib qolganligim uchun menga mana shunday imkoniyat bo'ldi. Sertifikatga kirib chiqib, mana shunday natija qildim. Foreign writing paytida biz ko'proq har bir skill bo'yicha shug'ullandim. Birinchi bo'lib aytadigan bo'lsam, sprechen eng asosiysi. Bunda bizni o'qituvchimiz ko'proq ahamiyat berardi, aynan sprechenga. Va keyin Schreibenga alohida tayyorlandim. O'zim yozib, har kuni bittadan informatsion brief yozib tayyorgarlik ko'rdim va shunda ham yuqoriroq ballga erishdim deb o'ylayman. Va imtihon kuni qanday bo'ldi? Imtihon kuni ertalab uydagilardan, ota-onamdan duo olib, soat 9 yoki 10 ga o'sha filialni oldida bo'lishim kerak edi va 1 soat oldin yetib bordim. Menimcha soat 10 da o'sha yerda bo'lishim kerak filialni oldida, lekin 9 da o'sha yerda edim men. Ko'proq o'zimda energiya bo'lishi uchun bitta energetika olgandim. Bugun TELK B2 imtihonim 21 may 2026-yil. Imtihonga ketyapman. Xudo xolasa topshirib chiqaman. Imtihon soat 11 da boshlanadi. Soat 10 da o'sha binoning oldida bo'lishim kerak. Uydan hozir chiqdim. Ertalab ozgina mavzular qaytarib ko'rdim, video ko'rdim nemischa. Ovqatlanib, chuqur o'rganmasdan qanaqadir yangi so'zlarni yodlab, hayajonlarsiz, yangi so'zlar yodlaganim yo'q, aytmoqchi bo'lganim. Hayajonsiz prosta chiqdim va hozir imtihonga ketyapman. Imtihon 3 soat bo'ladi. Keyin og'zaki sprechen alohida. Shuning uchun 3 soat bitta narsaga konsentratsiya qaratib o'tirish kerak. Eng to'g'ri deb bilgan variantim Red Bull bo'ldi. Red Bull hozir shuni ichib shu imtihonga kirib ketaman. Mana anaviga binosiga yetib keldim. Ko'rishingiz mumkin, mana bu yerda yozilgan Toshkent filiali. TELK imtihonini Toshkent filiali. O'sha imtihonda qatnashuvchilar kelyapti. Shu bilan xolos soat 11 da boshlanadi, lekin 10 ga chaqirishgan. Soat 9:30 bo'ldi hozir. O'sha mana shu yerdaman men. Demak, bo'lmasa bizga omad, sizlarga yoqimli tomosha. 4 ta skill bo'yicha, ya'ni grammatika, yozma, o'qish va eshitish o'rin bo'yicha bo'ldi. Birinchi imtihon 2,5 soat davomida va undan keyin bizga ruxsat berishdi, filialdan chiqib ovqatlanib kelishga yoki boshqa narsalarga. Keyin yana obed vaqti tugagandan keyin kirdik filialga. Chiqish mumkin emas edi. Kirib, shu bilan ikkita sprechen qilindi va bizda 25 ta bola bor edi menimcha. Bitta o'sha kuniga yozilgan, ya'ni 21 may kuniga yozilgan. 25 taga yaqin nemis tili imtihon topshiruvchilari bor edi va shular bilan ikkita kirib, shu bilan 6:30-7 gacha bizda imtihon bo'ldi. Va imtihondan chiqqandan keyin umuman odam charchagan. O'sha men aytishim mumkin, nimaga birdaniga kech payt qoldi deb. Soat 7 bo'ldi. Hozirgina TELK B2, ya'ni B2 imtihonidan chiqdim. Og'zaki imtihonidan va barcha imtihonlardan o'tib, oxirida og'zaki bo'ladi. Imtihon har bir para uchun alohida bitta xonada bo'lganligi uchun juda cho'zilib ketdi.
Shuning uchun navbatma-navbat bo'lib men oxirgi o'rinlarga tushibman spontanni и oxirroqda Sprechen ya'ni og'zaki mündlich imtihon bo'ldi va shundan hozir kirib chiqdim. Natijalari xudo xolasa 15-20 kun, uzog'i 1 oyda e'lon qilinadi. Xudo xolasa kutamiz natijalarini. Ungacha bu video chiqmaydi. Natija chiqmagungacha. Shunaqa. Imtihonda keladigan bo'lsak, imtihon juda yaxshi, tayyorgarlik ko'rgan odam uchun stress kamroq bo'ladi, tushunmovchilik kamroq bo'ladi, lezinda, ya'ni o'qishda og'zaki Sprechenda. Ayniqsa Sprechenda ko'p o'ylanib qoladi odam, qaysi to'g'ri tushundimmi mavzuni, to'g'ri tushundimmi tekstda muammoni deb. Shuning uchun lezinga, Sprechenga, ya'ni og'zakiga ko'proq tayyorlanish kerak menimcha. Chunki nisbatan ko'rdim, farq katta boshqa qatnashchilarga qaraganda. Shunaqa, boshqa tayyorlar endi hozir javob bera olmayman, chunki hali javoblar e'lon qilinmadi boshqa. Javoblarni ko'ramiz, xudo xolasa yaxshi natija kutib qolaman. Endi men obed ham qilganim yo'q. Ertalab soat 10 da kirib ketgan bo'lsam, hozir 7 da chiqyapman. Shuning uchun yaxshilab ovqatlanib, damni olamiz. Sog' bo'linglar. 9-o'rinda 9-juft bo'lib kirganman Sprechen imtihoniga. Har bir Sprechen yarim soat vaqt ajratilsa, ya'ni misol uchun sizga mavzu berilgandan keyin unga 10 minut tayyorgarlik ko'rasiz, Sprechen bo'ladi 10-15 minut va mana shu yarim soat deb oladigan bo'lsak, ikkita parani, bitta para ikkitalikni va shu 9-o'ringa bo'lib men tushganman va randomni keyin shunday qilib imtihon bo'ldi. 9-bo'lib kirdim, Sprechenga kirdim. Sprechenga chiqqandan keyin o'zimga juda ko'p ishondim. Sprechen juda zo'r chiqadi deb o'shanda ham ishongandim. Videolarga ham so'rashganda aytdim, juda zo'r chiqadi menimcha Sprechen javobi deb. Chunki imtihon oluvchilar ham menga savol berishyapti qiziqib. Nima? Misol uchun men kitob bo'yicha aytib berdim, Fooled by Randomness'da. Nasim Talibni Fooled by Randomness kitobi haqida aytib berdim va shunda qaysi kitob, avtori qayerlik, kim deb meni qiziqib so'rashdi. Shunchaki imtihon jarayonida savol berishlik kerakligi uchun emas, prosta qiziqib, kulib yoki qandaydir qiziqib ekranga yaqinlashib meni so'radi, javob aytdim, shunaqa o'zim fikrimni yetkazib bera oldim deb o'yladim. Shuning uchun ishonch bilan chiqdim Sprechendan. Sprechen juda yaxshi bo'ldi. Bundan 51 natijani qo'lga kiritganman 75 dan. Minimalni 45, men 51 ni olganman. Bitta birinchi marta nemis tili imtihoniga B2 ga kirib chiqib. Mana shunday menda Vorbereitung jarayoni bo'ldi. Shunday tayyorgarlik bo'ldi. 1 yil davomida Blitz nemis tili o'quv markazi bilan ishlab shu rezultatga erishdim va boya aytib o'tganimdek, Blitzni direktori va'dasi bergandek, va'dasini ustidan chiqdilar. Rahmat ularga. Juda xursand bo'ldim. O'zimga ham katta motivatsiya bo'ldi. Blitz jamoasiga katta rahmat aytmoqchiman shu borada. Nemis tilidan o'zi sertifikat olish qiyinmi? Yo'q, qiyin emas. Agar siz bo'sh bo'lsangiz, agar maktab bitirib nemis tili o'rganayotgan bo'lsangiz yoki bo'sh vaqtingizda kuningiz asosiy qismi bo'sh bo'lsa, bu qiyin emas. Agar siz student bo'lsangiz, ayniqsa tibbiyot talabasi bo'lsangiz, bu juda qiyin menimcha. To'g'ri vaqt ajratishingiz kerak, tibbiyot universitetdagi fanlarga ham vaqt ajratib, o'sha bo'yicha ham hamma vazifalarni qilib bajarib borishingiz kerak. Shuning uchun u birgalikda oson bo'lmadi, lekin Xudoga shukr, shunday bo'lish kerak ekan, mana bo'ldi. Va shundan keyin Dr. Deutsch Vorbereitung gruppasini ochdim va bu yoqda tibbiy nemis tilini o'rganyapmiz va bu yoqda Sprechen bo'yicha kurslar ham tayyorlaganman. Misol uchun, agar sizni Sprecheningiz past bo'lsa, siz bilan har kuni yoki через день
shug'ullanishimiz mumkin. Qaysidir mavzu tanlab, B2 yoki B1 ga doir mavzular tanlab, shu bo'yicha sprechen, diskussion, prezentatsion, boshqa tayyorlar bo'yicha, hammasi bo'yicha shug'ullanishingiz mumkin bo'ladi. Bu albatta siz agar B1 ga kirmoqchi bo'lsangiz B1 darajada, B2 darajaga kirmoqchi bo'lsangiz B2 darajada qilib shug'ullanishimiz mumkin bo'ladi. Buni kanalni linkini pastki havolada qoldirib ketaman. Video foydali bo'lgan bo'lsa xursandman. Bu videoda mana shu nemis tilini TELK B2 sertifikatini qo'lga kiritish jarayonini yoritib berdim. Tushunarli bo'ldi degan, foydali bo'ldi degan umiddaman. Sog' bo'linglar. Keyingi video kontentlarda ko'rishguncha.